O'tgan yili Surxondaryoni tuz koniga borib video olganimda bizda shunaqa joylar bormikan deb ko'pchilik insonlar hayron qolishuvdi. Endi shu Surxondaryo tuzlari nafaqat Toshkentga, balki butun O'zbekiston bo'ylab trendga chiqqanmish. Yana eng qiziq tomoni qonun ham chiqarishibdi, ya'ni har bir xususiy bog'chada shunaqa xonalar bo'lishi shartmish. Meni bu juda ham quvontirdi, sababi O'zbekistonimiz dengizdan uzoq mamlakat bo'lgani uchun yod yetishmovchiligi juda ham yuqori. Yod yetishmasa inson organizmida har xil kasalliklar kelib chiqishini o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Aynan shu sun'iy tuz ko'zim bilan ko'rgani Toshkentdagi Chinobod sanatoriyasiga keldim. Akalar tuzxonani prosta san'at asari qilib yuborishibdi. Zoir aka meni qilingan ishlari bilan tanishtirdilar. Kelinglar sizlarga ham qisqacha aytib bersam. Bu tuzxonalar nafas yo'llari kasalliklari, surunkali bronxit, bronxial astma, teri allergiyalari, yana eng qizig'i chekishni tashlamayotgan ukalarimizga ham zo'r yordam berarmish. Xullas juda ko'p kasalliklarga shifo ekan. Bu ko'rib turgan narsalar havo purkagich, ya'ni 5 mikron tuz changlarini xonaga purkab beradi va 20-30 minut ta'sirini yo'qotmaydi. Muolajaga kirishingizdan oldin aynan changlatilinadi va effekti yana ham kuchli bo'lar. Bu tuzxonada ko'rayotgan tuzlar hammasi Surxondaryo tuz konidan eng sifatlisi hamda qo'shimcha yodlar qo'shilib olib kelinar ekan. Xullas bu ko'rib turgan sun'iy tuzxonalar butun O'zbekistonda bitta. Boshqa bunaqasi yo'qmish. Kattaligi bo'yicha ham, dizayni bo'yicha ham ajralib turar ekan. Agar o'zingizda yoki yaqinlaringizda shunaqa turdagi kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, videoni saqlab yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Manfaatli bo'lib qoladi. Zoir aka bu sohada salkam 35 yildan beri ishlayotganlar. Hatto tuz toshdan g'isht chiqaradigan zavodlari ham bor ekan. Hozir juda ham ommalashayotgan narsa ekan. Hattoki ko'pchilik uylariga ham qildirayotgan ekan. Bu ko'rib turganinglar bitta akamiz uylarida onalari uchun tuz g'ishtlaridan xona qildiribdilar. Men eshitib lol qoldim. Baraka topsinlar, onalarini sog'liqlari uchun hamma narsaga tayyor ekanlar. Hozircha men uyga tuz toshlardan svetilniklar olib kelib qo'yganman. Kelajakda xonalarni ham qilib berar ekanlar Zoir akam. Tuz toshdan svetilnik kerak bo'lsa, kommentariyada chiroq deb yozib ketinglar. Xullas dachaga, sanatoriyalarga, bog'chalarga, hattoki o'zingiz qurayotgan yangi uyingizga qildirib olsangiz zo'r narsa ekan. Agar bu ming dardga shifo xonalar qiziq bo'lsa, Zoir akamning nomerlarini opsiyada yozib qoldirdim. Aloqaga chiqaverasizlar. Endi bu videoni yangi yilda yangi uy quraman deb niyat qilib yurgan insoningizga tashlab qo'ying.